Amerika vizasi uchun o'rtoqlar iloji boricha tezroq harakat qilib qolinglar. Sababi o'sha joy ajitaj. Kecha ko'rganimizda 2026 ni boshiga beryapti. Yana ikkinchisi, hop, maslahat sizlarga. Pustoy pasportga umuman topshirmanglar, umuman pustoy pasportga. To'g'ri, misol Trump aytdi, jahon chempionatida bilet olsa, viza olish yengillashadi. No, pustoy pasportga emas, u qiyin masala. Sizlar oldin sayohat qilganmisizlar, chetga chiqqanmisizlar degan savol bo'ladi. O'sha narsa ko'proq переубедить qiladi, ya'ni ishontirishimiz osonroq bo'ladi. Что biz haqiqatan sayohatchimiz, haqiqatan biz futbolga borib, ko'rib qaytib kelishimizga ishonadi. Ana o'shanda biz vizani 90% holatda vizani qo'lga kiritishimiz mumkin. Hech bo'lmasa tezroq o'sha Yaponiya bilan Shenganga topshirib, hatta 5 kun borib kelishni maslahat beraman. Yevropa davlatiga kelganda любой bitta farqi yo'q, qaysi futbol bo'lsa ham tushib, rasmga tushib, video olib qo'yinglar.